Xo'p, gente, qarang. Tog usuli bo'yicha tarjimasi demak qor ekan. Qor. Obraz topamiz. Obraz qarang. O'sha yerda ko'pchilik obraz topolmayman deydi. Asosiy masala bu yerda ko'proq shug'ullanish kerak. Obrazda qanaqa obraz topishingiz kerak? Mana bu xorijiy so'zga o'xshash obraz topishingiz kerak. Masalan, gentemi meni xayolimga gentra kelyapti. Ana gentra deb yoziladi-ku. Gentra, tushunyapsizmi? Gentra avtomobil. Gentra. Olingizda mana buni gentra qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, gentra. Va qor degan so'z bilan gentra degan so'zni bir-biriga garmonizatsiya qilish kerak. Ya'ni garmonizatsiya degani bu bog'lash degani. Bog'lash degani. Ya'ni bog'lash paytida sizni miyangizda tasavvur ishlash kerak. Tasavvur. Nimaga tasavvur ishlash kerak? Hozir men sizga tushuntiraman. Mana men sizlarga o'zbek tilida gapiryapman. O'zbek tilida gapiryapmanda gentra deyapman. Gentra deyapman. Qor deb gapiryapman. Yoki bo'lmasa, deylik xor so'zdan eslab qolish mavzusi deb tushuntiryapman, bitta-bitta gapiryapman. Men gapirayotgan gap o'zbek tilida. Sizlar eshitayotgan gap o'zbek tilida. Va siz o'zbek tilini bilganingiz uchun, men o'zbek tilini bilganim uchun biz bir-birimizni yaxshiroq tushuna olamiz. To'g'rimi? Va dars oxirigacha biz bir-birimizni yaxshiroq tushunishimiz uchun, ya'ni men gapirganda siz tushunmasligingiz qanaqadir muammosi yo'q-da bu yerda. Ya'ni oddiy tilda gapiryapmiz. Oddiy jaydari dehqonchasiga gaplashyapmiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni men sizga gapiryapman o'zbek tilida, siz meni o'zbek tilida tinglayapsiz, eshityapsiz, tushunyapsiz. Ya'ni biz bir-birimizni tushunishimiz uchun o'zbek tilida gaplashamiz. Endi sizning miyangiz, hop. Sizning miyangiz ma'lumotni tasavvur orqali eslab qoladi. Ya'ni tezroq eslab qolishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tasavvur orqali ko'proq tezroq eslab qoladi. Ya'ni miyani tili tasavvur. Keyin yozib qo'yaylik. Miyani tili yozib oling. Tasavvur. Miyani tili yana bir marta aytaman, tasavvur. Tasavvur. Albert Einsteinning bitta zo'r gapi bor. Tasavvur bilimdan ustun deydi. Miyangizda tasavvur degan funksiya bor. Faqat bu narsani to'g'ri ishlatishni o'rgataman. Ya'ni tasavvurdan biz eslab qolishda foydalanamiz mnemonikada. Juda ham zo'r ishlaydi bu usul. Chunki sizning miyangiz tasavvurdan iborat va miyangizni ma'lumot tushunishingiz uchun tasavvur orqali eslab qolishingiz o'rganishingiz kerak-da. Chunki aytib turibman, miyan tili tasavvur. Xo'p, endi qanday bog'laysiz? Ya'ni bog'lash paytida nima dedim? Tasavvur orqali eslab qoling dedim. Nimaga? Chunki sizning miyangiz dedim, miyani tili tasavvur orqali eslab qoladigan bo'lsangiz, miyani tili tasavvur va siz ma'lumotni yaxshiroq tushuntira olasiz miyangizga. Men sizga xitoy tilida hozir mana bitta nimadir tushuntirmoqchi bo'lsam, voy 10 yil o'tirmaysizmi, eslab qola olmaysiz, tushuna olmaysiz, bir-birimizni tushunmaymiz, to'g'rimi? 1 sekund ham o'tirmaysiz o'zi aslida. Xitoy tilida gapiradigan bo'lsam. Boshida sizga tuyuladi, ha, xitoy tilida zo'r gapirar ekan, bo'ldi, ketdi. Keyin qizili bosasiz, chiqib ketasiz. Ya'ni siz bu yerda meni yaxshiroq tushunishingiz uchun men sizga miyangizda tili tasavvurdan iborat va bu narsani qanday qilib to'g'ri ishlatishni o'rgataman. Agar bu narsani to'g'ri ishlatishni bilmasangiz, ishonavering, xorij so'zlar eslab qolasiz, deyarli esingizda qolmaydi. Esingizdan chiqib ketaveradi. Xo'p, ketdi. Qor. Qor degan so'z tarjimasi. Mana shu qorda eslab qolishingiz kerak. Qorda eslab qolishingiz uchun mana bu gentra degan obrazni topib olasiz. Ya'ni so'zga o'xshash, o'zbekcha so'zga o'xshash, o'sha so'zni gente degan so'zni o'zbekcha talaffuzini olasizda bir-biriga bog'laysiz. Tasavvur qiling, gentrada qorda ketyapsiz. Hamma joy sovuq, muz, qor. Yo'lda ketyapsizda, mashinalar bir-biriga urilib avariya bo'lib yotibdi. Siz esa zo'rg'a qo'lingiz qaltirab, haligi gentrada ketyapsiz. Rulda ushlab olgan. Shunaqa sovuq, tasavvur qiling, qor yog'ib yotibdi. Bo'ldi, mana shunday qilib turib eslab qolasiz. Bog'lash degani, mana bu so'z bilan, qor degan so'z bilan gentra degan so'zni shunchaki bir-biriga bog'laysiz. Tamom. Tushundingiz? Birinchisi. Xo'p, keyingisi. Xo'p, tarjimasi paxta, hombre. Tak, tarjimasi paxta. Tak. Xo'mraymoq. Kella o'sha so'z oling menga. Xo'mrayish.
Xo'mray. Xo'mrayish. Kimdir haligi xo'mrayib qaraydi. Xuddi haligi bedasini xom o'rgandek xo'mrayib qarab qo'yadi. Voy tarjimasini bilishingiz shart emas. Bu yerda shunchaki haligi usulda qanaqa qilib turib ishlatishni o'rganishingiz kerak. Endi bo'ldi. Shart emas. Tarjimasini nima qilasiz? Tarjimasini. Tarjima nimaga kerak sizga? Qarang, bu yerda yana bir marta aytaman. Mana xorijiy so'zni qanaqa qilib eslab qolishni men shunchaki misollar bilan keltiryapman. Ya'ni men o'zim tayyor so'zni ham, tarjimasini ham tuzib olib turib, yodlab olib turib sizlarga gapirmayapman. Mana shu jarayonni o'zida qanday qilib o'sha xorijiy so'zlarni eslab qolish bo'yicha polностью jonli ko'rib chiqyapsiz. Sizlar o'zbekcha so'z aytyapsizlar, men bu yerda taxminan ispancha yoki qanaqadir italyancha yoki nemis tilida, ya'ni bir narsa tilida olyapmanda, sizlarga yozib jonli ko'rib chiqyapsiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni любой so'zni eslab qolsa bo'ladi. Mana shu narsani men sizlarga jonli qilib beryapman. Xo'p, tak ketdi. Xamir ham bo'ladi. Zo'r. Yana qanaqa obraz topsak bo'ladi? Mana xombre, xamir, xomrayish. Yana qanaqa obraz topsak bo'ladi? Yana qanaqa obraz topsak bo'ladi? Xomraymoq. Qanday obraz topsak bo'ladi? Mana xombre degan so'zga qanday obraz topsak bo'ladi yana? Aytinglar, kimda nima qanaqa variant bor? Endi men sizlarga bitta oltin qoidani aytib ketaman, qarang. Xombre degan so'zga ozgina o'xshash, talaffuziga o'xshash yoki u yozilishiga o'xshash, ozgina o'xshash so'z topsanglar bo'ldi. Shuni bir-biriga bog'lab, ilinib olsa bo'ldi. Mana xombre, xomray, xamir. Tushunyapsizmi? Mana shu obrazlar bo'ladi. Shuni bir-biriga ozgina ilinsa bo'ldi. Ozgina ilib ketsanglar bo'ldi. Nimaga bunaqa deyapman? Mana ko'pchiligimizda bo'ladi. Qanaqadir kino ko'ryapmizda, qaysidir aktyorni ko'ryapmiz. Aktyor rol ijro etyapti-da, ko'ryapmizda. Deyapsizlar. Mana bu anoyu deyapsizlar. Haligi anoyu deyapsizlar, tilinglarning uchida turdi. Nima edi deyapsizlar. Hozir nima edi deyapsizlar. Kimdir o'sha aktyorda bosh harfini aytib olsa, qolganini aytasizlar yoki qolganini esingizga tushadi. Ha, o'sha-yu deysizlar, to'g'rimi? Ya'ni xuddi shunaqa jarayon kechadi. Sizning miyangizda ham xuddi shunaqa jarayon kechadi. Ozgina o'xshash bo'lsa bo'ldi, qolgani sekin esingizga sekin tushishni boshlaydi. Bu narsani ko'proq shug'ullansangiz, joy-joyiga tushib ketadi. Xo'p, endi paxta bilan xomray. Bittasi kelyapti-da, sizga bor deyapti, paxta terasan deyapti. Bor. Paxta terasan. Sizga shunaqa vazifa berdi. Ishimchi dedi, ishlamaysan deyapti. Maktabchi dedi, maktabingga ham bormaysan, bor paxta terasan deyapti. Paxta. Tushundingizmi? Haligi paxtani terib boryapsiz-da, paxta teryapsiz. Xomrayib, paxta teryapsiz. Xomray. Tushundingizmi? Xuddi mana shunaqa turib eslab qolinadi. So'z aytinglar. Любой so'z aytinglar. Любой. Tozza. Naraydi. Tarjimasi tozza. Xo'p, endi tozza degan so'zga biz yozdik. Demak, tarjimasi tozza ekan. Endi obraz topamiz. Obraz narido degan so'zga o'xshash o'zbekcha obraz. Narda. Mana narda. Oddiy narda, mana o'ynaydigan narda. Naruto ham bo'ladi. Narda o'ynab o'tiribsiz. Tasavvur qiling, narda o'ynab o'tiribsiz-da. Ikki kishi narda o'ynab o'tiribsizlar. Narda tozza. Shunaqa tozza narda tasavvur qiling. Voy deyapsiz, shunaqa yangi, top-toza narda. O'ynayapsiz, mazza qilib o'ynayapsiz, toshlarni otyapsiz. O'ynaydigan xonangiz ham toza. Yangi remontdan chiqqan, yangi uy olgansizda toza uyda toza narda o'ynab o'tiribsiz. Ustlari artilgan, prям shunaqa chiroyli toza narda. Shu narsani tasavvur qilasiz. Kostyum bo'ladi, zo'r. Kostyum.
Xo'p, endi kostyum degan so'zni biz eslab qolamiz. Demak, tarjima kostyum. Endi obraz olamiz. Obraz, qarang, padres degan narsaga o'xshasin. Pades kelyapti men xayolimga. O'sha domlarda padezi bor, o'sha narsa kelyapti. Pades. Xo'p. Parda ham bo'ladi. Parda. Tasavvur qiling. Uyingizda bitta parda turibdi-da. Hech kim ishlatmaydi. Shunda borib pardani oldingizda custom shim tikyapsiz. Mashinkani aylantiryapsiz, custom shimni o'lchayapsiz-da, custom shim tikyapsiz. Qop-qora custom shim, qop-qora pardadan qop-qora custom shim tikyapsiz. Tushunsa, mana shu narsani tasavvur qilasiz. Pardani yulib olib tashasiz. Oyingiz keldi, uydagilaringiz keldi, "Yo'q, parda qani?" deyapti. Parda nima qilding? Jinnimisan? Nima pardaga ne tegasan deyapti. Aytsang custom shim, "Yo'q, men maktabga ustozim custom shim kiyib keldi" deb bahona qilyapsizlar. Mana shu narsani tasavvur qilamiz. Tasavvur qilinglar. Parhez ham bo'ladi, parda. Bo'l, zo'r. Tarjimasi samolyot. Obraz topamiz. Obrero degani. Obrero, obroli, obro. Tasavvur qiling. Toshkentga samolyotda uchib kelyapsiz Toshkentga. O'zingizning shaxsiy samolyotingizda hamma sizni ko'ryapti, "Vo" deyapti. Qanaqadir obro'li inson keldi deb hamma qarsak chalyapti. Ismingizni aytayapti, "Davay" deb, Sanjar. Hamma baqiryapti. Obro' shunaqa baland, xuddiki haligi vataningizga shunaqa katta yaxshilik qilgansiz. Hamma kutib olyapti sizni, shaxsiy samolyotingizda keldingiz. Samolyot, obrero. Tushundingizmi? Xuddi mana shunaqa turib tasavvur qilasiz. Xuddiki yurtingizga milliard qanaqadir foyda olib kelgansiz, yorib olgansiz, yana nimadir qilib olgansiz. Shunaqa obro'yingiz bilan tasavvur qilasiz shu narsani. Hamma ismingizni aytib baqiryapti. Va xuddi mana shunaqa turib eslab qolasiz. Demak, tarjimasi lift degan. Endi obraz topasiz. Obraz, yana bir marta aytaman, printer degan so'zga o'xshash bo'lsin. Hop, printer. Men xayolimga printer keldi. Printer. Yana qanaqa obraz topsak bo'ladi? Aytaveringlar. Printer. Yana qanaqa so'z topsak bo'ladi? Obraz aytinglarchi. Libo pianino, pianino u ham bo'laveradi. Pin. Ana pin degan anaqa bo'lardi, multfilmda. Esinglardan pin. Pingvin, u ham bo'laveradi. Hozir o'sha zo'r haligi mashhur bo'lgan bor. Tasavvur qiling, o'sha pingvin ketyapti lift tomonga. Hamma zinadan chiqib ketyapti, haligi pingvin ketyapti. Printer. Hop, printer kelyapti men xayolimga. Hop, printer, tasavvur qiling. Haligi liftga chiqdingizda printer qog'oz chiqaryapti, o'zidan-o'zi qog'oz chiqaryapti. Printer o'zidan-o'zi qog'oz chiqarib yotibdi. Printer. Libba bitta tarjima so'z aytinglar. Istak, orzu, bo'ladi, zo'r, orzu. Xo'p, tarjimasi orzu ekan, Endi Parij kelyapti men xayolimga. Parij. Tasavvur qiling, uyda o'tiribsiz, Parij orzu qilib o'tiribsiz. Qaniydi deyapsiz-da, bitta oxotdagi shahzoda kelsa-da yoki oxotda shahzoda meni Parijga olib kelsa o'zi bilan. Yana bir narsa, tasavvur qilasiz shu narsani. Yoki Parijga borib turib, oilangiz, ota-onangizni Parijga olib boraman deyapsiz. Orzu qilib o'tirsiz Parijda tasavvur qilasiz. Haligi Eyfel minorasini tasavvur qilasiz. Tushundingizmi? Shu narsani orzu qilib o'tiribsiz. Orzu qilyapsiz. Voy deyapsiz. Mazza bo'lsa kerak deb, haligi orzu qilyapsiz. Tushundingizmi? Shu narsani tasavvur qilasiz. Xuddi shunaqa turib davom etasiz. Xo'p, kelinglar, endi bitta takrorlab chiqamiz. Qani kimni esida qoldi?
Men sizlarga so'z yozaman. Sizlarga so'z. Bu yoqqa yozib yubormaysizlar. Birinchi daftar ruchkalarni olasizlar. Daftar ruchkalarni shuni olib olinglar. Tayyorlaylar daftar ruchkalarni, men sizlarga so'z yozaman. Sizlar tarjimasini qani topib chiqasizlar. O'zingizlar mustaqil. Hech kim yozib yubormasin. Hech kim yozib yubormasin. Agar daftar ruchkalar bo'lmasa, o'zingizlar prosta qidirib topishga harakat qilib ko'ringlar. Keyin oxirida bitta eslab chiqamiz. Yana bir marta aytaman, so'zlarni yozaman bu yoqqa. Bitta so'zlar yozaman-da, sizlar o'sha so'zni biz qaranglar, qayta takrorlab bir narsalar qilib o'tirmadik-da bu yerda. Tars bog'lab ketdik, bo'ldi. Takrorlab ham o'tirmadik. Tushunyapsanmi? Xo'p, ketdi. Men sizlarga so'z yozaman, sizlar tarjimasini daftaringizga yozasizlar. Tak, to'xtanglar. Birinchi so'z gente. Bo'ldi, tarjimasini yozinglar. Tarjimasini yozinglar, chiqani sekin yozib chiqinglar, birgalikda keyin topib chiqamiz. Gente nima edi? Homre nima edi? Obrazini yozib qo'ymanglar. Obrazni qaranglar, obraz yozish shart emas bu yoqqa. Obraz u sizlarning xayolingizda tursin. Obraz shunaqa narsaki, bugun bor, u ertaga yo'qolib ketadi. Chunki mana shunaqa turib mashq qiladigan bo'lsangiz, ma'lumot sekin sizning miyangizda saqlanadi. So'zni o'zi bilan tarjimani o'zi qoladi. Kim necha foiz topdi? Kim nechta topdi? Mana 7 ta so'zni hisob qilgan bo'lsak, kim nechta topdi? Kim nechta topdi? Hozir birgalikda topib chiqamiz. Qaranglar, keyin men sizlarga nima tushuntiraman? Shu hisob qolgan so'zinglarni qachon, qaysi payt, necha foizini esingizdan chiqarib olasiz. Shu haqida ham aytib o'tib ketaman. Yaxshi, 6 ta qolgan bo'lsa. Zo'r 7 ta. Cho't. Xo'p, endi so'zni yozinglar, qani? Birinchi so'z qor. Keyingisi paxta. Qani yozinglar. Qolganlar esiga tushsin. Toza. Topamiz. Nima edi? Aha. Padres nima edi? Padres. Kostyum shimi edi? Obrero nima edi? Obrero. Ha, samolyot. Tak, keyingisi. Pinter nima edi? Pinter. Lift, to'pator. Pais nima edi? Pais oxirgi so'z. Orzu, to'pator. Orzu. Xuddi mana shu usulda, xuddi mana shuni qilib turib, 100% ma'lumotni eslab qolsangiz bo'ladi. 100% ma'lumotni eslab qolsangiz bo'ladi. Endi men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Bizda ma'lumot yodlaganimizdan keyin ma'lumot esdan chiqib ketish holati bor. Ya'ni necha soatdan keyin, qancha vaqtdan keyin necha foiz esingizdan chiqib ketadi. Qarang, men ko'pchilik 100% topdi. Nimaga? Chunki siz nima qildingiz? Siz miyangizni to'g'ri ishlatdingiz. Miyani to'g'ri ishlatdingiz. Miyani tili dedim, miyani tili tasavvur dedim. Miyani tili tasavvur. Ya'ni siz tasavvurdan foydalandingiz. Tasavvuringizdan foydalandingiz. Tasavvurdan ya'ni foydalanib,
eslab qoladigan bo'lsangiz, deyarli ma'lumotingiz 100% eslab qolasiz. Aniq. Yana bir marta aytaman. Bu narsani biz 2 marta qayta takrorlab yodlab o'tirmadik-da. Eng qizig'i. Hech kim bu yerda 2 marta qayta takrorlab ko'rmagan. Shunda bog'lab ketdik, bo'ldi. Shunda ham 100% esida qoldi. Tushundingizmi? Ya'ni biz tasavvurdan foydalandik, chunki miyaning tilidan foydalandik. Xo'p, endi ma'lumot yodladingiz, ko'pchilik aytadi, mana bugun yodlagan ma'lumotim ertasi kuni esimdan chiqib ketyapti, nima qilay deydi. Hozir men sizga tushuntiraman. Qarang. Ma'lumot yodlaganingizdan keyin taxminan 20 daqiqadan keyin oddiy xotira bilan ma'lumot yodlaydigan bo'lsangiz, 40-50% ma'lumot esdan chiqib ketadi 20 daqiqadan keyin. Bu deyarli yarmiga keladi. Mana 70% bo'ladi. Endi ko'pchilik 40-50%. Hozir shu holatga kelib qolganmiz. Endi Ebbinghaus unutish joyi deydi bu narsani. Ya'ni siz ma'lumotni yodlaysizda, unutasiz. Mana 20 daqiqadan keyin 40-50% ma'lumot esdan chiqib ketadi. Endi agar mnemonika orqali yodlaydigan bo'lsangiz 95% bo'ladi. Ya'ni qarang, oradagi farqni qarang. Oradagi farqni tushuntiraman. 20 daqiqadan keyin ma'lumot yodlaydigan bo'lsangiz 95% plus turadi. Ya'ni 100% turadi. Deyarli 100%, endi 95% deb men endi dalgi o'xshamagan holatda deb aytyapman. Endi boshlagan odam uchun. Tushunyapsizmi? Siz 20 daqiqa vaqtingizni sarflayapsiz-da, 40-50% esingizdan chiqib ketyapti 20 daqiqadan keyin. Mnemonika orqali siz 95% ma'lumot esingizda qoladi. Ya'ni 2%, 1% esingizdan chiqib ketishi mumkin. Shunda ham u darajada esdan chiqib ketmaydi. Esla olmaysiz xolos. Muammo shunda. Xo'p, keyingi masala mana 1 soatdan keyin farqni tushuntiraman. Oddiy xotira bilan eslab qoladigan bo'lsangiz ma'lumotni deylik bunda ham shunaqa 40 va 30. 40-30% ma'lumot sekin esdan chiqish boshlaydi. Bir kundan keyin esa hatiga 10% ma'lumot esda qoladi ko'pincha. 90% ma'lumot esdan chiqib qoladi. Endi men taxminan qilib ketyapman, lekin bu yerda shunaqa raqamlar bo'ladi. Bu Ebbinghaus unutish joyi deyiladi. Herman Ebbinghaus o'zini ustida tadqiqot o'tkazgan. Va o'ziga notanish so'zlarni tuzib olganda eslab qolgan. Eslab qolganda qancha vaqtdan keyin qanaqa so'zlar qanchalik esdan chiqib ketishi haqida tadqiqot o'tkazgan. O'zining ustida test qilgan. Bu bo'yicha men bepul dars joylab qo'yganman, ayni YouTube kanaliga. Shunda ko'rib, bu bo'yicha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi keyingi masala. Agar mnemonika orqali yodlaydigan bo'lsangiz, 1 soatdan keyin 95% ga tushadi. Endi misol tariqasida tushishi mumkin. 95% ma'lumot esida qoladi. Bir kundan keyin esa 90% ma'lumot esida turadi. 90% ma'lumot esida qoladi bir kundan keyin. Deyarli 10% esdan chiqish ehtimoli bo'ladi. Farqni ko'ryapsanmi kattaligini? Mnemonika orqali vaqtingizni sarflab bir kundan keyin 90% ma'lumot esida qoladi. Oddiy xotira bilan yodlaydigan bo'lsangiz bir kundan keyin unda bo'lib teskari bo'ladi. Ya'ni 80% ma'lumot unutib olasiz, 10%, 20% ma'lumot saqlangan bo'ladi. Bir haftadan keyin esa endi qarang, unutishimiz tabiiy. Lekin kam vaqt sarflab turib kattaroq natija ola olasiz mnemonika orqali. Masala shunda. Xo'p, keyingi masala. Bir haftadan keyin deyarli bir dona ham ma'lumot esda qolmaydi. Oddiy xotira bilan yodlaydigan bo'lsangiz, bir haftadan keyin mnemonika bilan raqam, ya'ni qanaqadir ma'lumot eslab qoladigan bo'lsangiz, deyarli 50%, 60% ma'lumot esda qoladi. Umuman xotirangizda ma'lumot qolmaganga qaraganda mnemonika orqali yodlaydigan bo'lsangiz, ko'proq ma'lumot baribir esda qoladi. Bu aynan xorij so'zlarini eslab qolish usuli. Mavzuga kim tushundi? Kim darsga tushundi? Xo'p, endi men sizlarga bitta narsani tushuntiraman. Agar oddiy xotira bilan ma'lumot yodlaydigan bo'lsangiz, ahamiyat bering. 20 daqiqadan keyin 40-50% ni unutasiz. Shuning uchun 20 daqiqadan keyin
Bir 15 daqiqadan keyin ma'lumotni yodlab qo'ying. Bitta takrorlab qo'ying yodagi ma'lumotingizda. Shunda u esingizda qoladi. Bitta takrorlash kerak bo'ladi. Keyin bir kun o'tgandan mana 1 soat o'tgandan keyin yana bitta takrorlab qo'ying yodagi ma'lumotingizda. Va bir kun o'tgandan keyin yana bitta takrorlab qo'ysangiz, u ma'lumot sekin uzoq muddatga o'tish boshlaydi. Uzoq muddatli xotira haqida u mavzu sal uzunroq. Mnemonika orqali yodlaydigan bo'lsangiz, o'zini qayta takrorlaydigan interval takrorlash deydi. Muddati bor. O'zini qayta takrorlaydigan muddati bor. O'sha muddatni qachon unutishingiz kerak haqida oldindan bilib olsangiz, ma'lumotni deyarli qachon takrorlashni bilib olsangiz, yodlash sifatingiz ancha oshadi. Richard Atkinson degan professorga tegishli. Richard Atkinson degan professor u dars beradi Stanford universitetida. Talabalarda o'sha so'z yodlashda, til o'rganishdagi o'sha asosiy muammo, o'zi aslida so'z yodlashda bo'lsa, shu so'z yodlashdagi muammosini yengib bergan. Tushunyapsizlar? Yengib berganda talabalar til o'rganish tezlashgan. Aynan mana shu usul orqali. Siz xorij so'zlarini eslab qolish bo'yicha polностью o'rganib, ko'proq shug'ullansangiz, bu alohida mavzu. Botiraga bu alohida mavzu. Interval takrorlash deydi bu narsani. Gaplarnimi? Xotirangizni shug'ullantirasizda. Gaplarni eslab qolish u xotirangizni shug'ullantirib, diqqatingiz bir joyga ushlashga juda ham bir muhim joyi bor. Muhim emas, shoshilinch emas narsalarga vaqt sarflaydi, keyin turani unaqa desa, vaqtim yo'q deydi. Vaqtim yo'q deydi. Bahona. Maqsadingizga savol bering. Maqsadimga vaqtimni ajratyapmanmi, yo'qmi? Siz uchun maqsadingiz muhim. Maqsadingizni qaysi bir muhim narsalarga vaqtingizni ajratyapsiz? Qayerga borasizlar bu bahona bilan? Qayerga borasizlar? Baribir qilasizlar-ku. Haligi o'zingizni aldab, shirin yolg'onlarda o'zingizga gapirib, hammasi yaxshi, hammasi zo'r deb yurganingiz bilan shunaqa bo'lib qolmaydi-yu. Siz gapirganingiz bilan shu gapirganingiz bilan barakangiz bo'lib qolmaydi-yu. Baraka kelib qolmaydi o'zidan o'zi. Baraka Xudodan. 100% qo'shilaman. Lekin harakatda barokat deyilganda, harakat sizdan-ku. Harakat sizdan-ku. Yurish sizdan-ku, yurish, mana bir qadam yurish sizdan-ku. Bizga aytilgan harakatda barokat deyilgan. Yana bir marta harakatda barokat. Baraka beraman deyapti. Faqat harakat qil deyapti. Harakat qil degani bilganingcha harakat qil degani emas-da. To'g'ri harakat qil, muhim harakat qil va shoshilinch harakat qilgin. Tezroq qilgin, o'sha ishni qilgin, barakangni olasan. Biz nima qilamiz? Muhim narsalarga emas, muhim emas narsalarga vaqt sarflab yuramiz. Instagramda o'tiradigan odamlarga tushunmayman. Nima bor Instagramda senga? Nima bor? Bu yerda maqsading turibdi. Nimaga maqsadingga qarab yurmayapsan-da? Nimaga Instagramga senga zarar keltiradigan narsaga yuribsan? Mana Toshkentda turibsiz. Maqsadingiz Farg'onaga borish. Farg'onaga borasiz. Lokatsiyani Farg'onaga ko'ryapsiz-da, to'g'ri Farg'onaga ketmayapsiz-da, Samarqandga qarab yuryapsiz. Qachon bu yetib borasiz Farg'onaga? Bu ketishingiz bo'lsa. Yetib bormaysiz. Samarqanddan keyin ketdi u yog'iga Jizzax, u yog'iga Qashqadaryo, ketdi hammasi. Qoraqalpoqqa o'tib ketasiz, keyin Nukus, keyin u yog'i Turkmaniston. Mana shunaqa turib boshqa tomonga ketyapsiz-da. Odam lokatsiyani boshqa yoqqa uryapti-da, o'zi boshqa tomonga ketyapti. Qachon maqsadingizga yetasizlar bu ketishda? Xotirangizni to'g'rilab, diqqatingizni to'g'rilab, dangasalikni yengishga yordam beraman.
boshlagan ishingizni davomiy qilishni o'rganaman. Miyangizni qanaqa ishlashini tushunib olsangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Shuni boshlab turib polnisti oxirigacha qilishni o'rgataman. Tashab qo'ymasligingizni, to'xtab qolmasligingizni sirini o'rgataman. Yo'q, hozir 2 oylik emas, 1 oylik. 1 oy bo'ladi. Shuni qisqartirib, xo'p, haftada 5 kun dars bo'ladi. Qaranglar. Haftada 5 kun. Haftada 5 kun. Soat 8:00 da har kuni dars tashlab boriladi. Haftada 5 kun. Har kuni dars tashlab boriladi. Xo'p, haftada 5 kun dars tashlab boriladi. Xo'p, undan tashqari haftada 5 kun dars tashlab boriladi. Xo'p, mustaqil tarifi bor. 6 oy davomida video dars ko'rish imkoniyatingiz bor va tarqatma materiallaridan foydalanasiz. Mustaqil bajarasiz, mustaqil tarifda. Premium tarifida esa 1 yilgacha dars saqlanib turadi. Kurator vazifalaringiz tekshirib turadi, kuratoringiz bo'ladi va savol-javob guruhi bo'ladi. Savol-javob guruhida savollaringiz bo'lsa bersangiz, men sizni savollaringizga javob beraman. Va umumiy chat bo'ladi o'sha savol-javob guruhi. Savollaringizni berasiz, javob beraman o'sha chatni o'zida. Va vazifalaringiz tashab turasiz, o'qituvchi sizni tekshiradi, men ham sizni vazifalaringizni tekshirib boraman. Kamchiliklaringiz bo'lsa, mana bu yerda kamchiligingiz bor, mana bunaqa deb turib kamchiliklaringizni aytib boraman. Xo'p, keyingisi bir haftada bir marta sizlar bilan jonli efir o'tkazamiz. Yakshanba kuniga to'g'ri keladi bu narsa. O'sha kurs davomida bir haftada bir marta jonli dars bo'ladi. Jonli bo'ladi. Men o'zim sizlar bilan o'sha Telegramda jonli dars qilamiz. Asosiy masala shu va individual yondashuv bo'ladi. Bu hozircha bor. Keyingi kurslarni menimcha bu ish qilmasam kerak. Individual yondashuv qanaqa? Nima muammolaringiz bo'lsa hayotingizda men yordam beraman sizga. Ya'ni lichkangizga kirib, nima gap opa deyman. Aka nima gap deyman. Nimaga dars qilmayapsiz deyman. Nima bo'lyapti? Nega maqsadingiz bo'yicha mana bunaqa? Nimaga stress? Nimaga siqilyapsiz? Mana shu muammolarni polnisti yengib yechib beraman. Любой muammongizga xullas. Pulsizlik desangiz pulsizlik. Daromadingizda muammo bo'lsa daromadingizda, ishingizda, o'qishingizda, nimangizda, hayotingizda bo'lsa hamma muammolaringizga yechim bor. Men sizga javob bermayman, tayyor yechim beraman. Xo'p, haftada bir kun, bir marta soat 20:00 larda bo'ladi, adashmasam. Xo'p, mana shu masala. Xo'p, endi 1,897,000 so'm mustaqil tarifi. Chegirma ham qilib beraman sizlarga. 1,997,000 so'm premium tarifi. Chegirma narxi esa 897,000 so'm. 897,000 so'm mustaqil tarifi, premium tarifi esa 997,000 so'm. 997,000 so'm. Xo'p, birinchi ro'yxatdan o'tgan 15 kishi uchun faqat bu narx. Birinchi ro'yxatdan o'tgan 15 kishi uchun faqat bu narx 997,000 so'm va 897,000 so'm. Hop, faqat bu narx. Endi birinchi ro'yxatdan o'tgan 15 ta odam uchun. Hozir 3 kishi ro'yxatdan o'tib qo'ygan. 12 ta joy qoldi. 12 ta joy chegirma uchun. Guruhda taxminan bir 50 kishi anaqaga olinadi. Ro'yxatga olinadi. Xo'p, dollardami? Dollarda adashmasam 82 yoki 84 dollar bo'ladi. Va shu bir super tekin narx. Shunaqa deb hisoblayman. Qimmat, to'ppa-to'g'ri qimmat. To'ppa-to'g'ri gapiryapsiz, qimmat. Nima deb o'ylaysiz? Nega qimmat? 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 Qaranglar. Men 5 yildan beri dars beraman. Shu xotirani rivojlantirish bo'yicha dangasal kengash, diqqat bir joyga yig'ish. Miyangizda nima muammo borligini men bilaman.
Men bilaman miyangizda nima muammo borligini. Mingdan ortiq o'quvchini o'qitganman shu soha bo'yicha. Tushundingizmi? Mingtadan ortiq odamni shu natijalarni hayotini o'zgartirib bera olganman. Tushunyapsizmi? Mana shu holatda siz ham to'g'ri harakat qiladigan bo'lsangiz, usullarni o'rganadigan bo'lsangiz, bemalol natijalar to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Qiyin narsa emas. Miyangiz ishlashini o'rganasiz, bo'ldi. Tushunyapsizmi? Miyangiz ishlashini o'rganasiz. Nimaga? Chunki natija qilishingiz uchun sizni miyangiz kerak bo'ladi-da. Miyangiz bo'lmasa natija qila olmaysiz. Xo'p, bo'ldi, miyangizni kuchaytirishingiz kerak. Juda ham oddiy va sodda masala. Xo'p, undan tashqari agar natija bo'lmasa, kafolat bor. 1 oydan keyin 100% to'lovingiz qaytarib beriladi. Ya'ni 2 oyning ichida harakat qilib natija qila olmasangiz, 2 oyning ichida to'lovingiz 100% qaytarib beriladi. Xavfsiz. Endi o'zingizga savol beringlar. O'zingizga savol beringlar. Bu kurs men uchun xarajatmi, ortiqcha xarajatmi yoki bu kurs meni hayotim uchun investitsiyami? Ya'ni investitsiya nima degani? Hayotingizni o'zgartirib yuboradimi bu kurs o'rganganingizdan keyin? Ya'ni pul sarflaganingizdan keyin pulingiz yo'qotasiz, lekin vaqtingiz ekonom bo'ladimi, yo'qmi? Natijalar yaxshi bo'ladimi, yo'qmi? Og'aynilaringiz oldida, ota-onangiz oldida siz o'zingiz xohlagan inson bo'lasizmi, yo'qmi? Tushunyapsizmi? Hamma sizni tan oladimi? Haqiqatan bu inson boshqacha bo'lib o'zgarib ketdi. Haqiqatan natijalari o'zgarib ketdi. Tushunyapsizmi? Haqiqatan sizni zo'r deb maqtaydimi, yo'qmi? Mana shu narsaga ahamiyat bering. Mana shu kursni o'qib tugatganingizdan keyin. Agar yo'q deydigan bo'lsangiz, bu kurs siz uchun emas. Tushundingizmi? Agar mana shu kurs sizni hayotingizni o'zgartira olmasa, bu kurs siz uchun emas. Bu kurs kim uchun? Bu kurs o'zini ustida ishlab, hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan, tubdan hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan. Bo'ldi, davay bitta qarorga kelib, ikkilanmasdan, voy qatnasammikan, qatnamasamikan, nima bo'lar ekan, u bo'larmikan, bu bo'larmikan. Yo'q, bitta qarorga kelib, bo'ldi, qatnayman, bo'ldi. Niyatim shu. Niyatinglarni to'g'rilayman deyman. Doim har anaqada jonli efirda aytaman. Allohning roziligi uchun mana shu kursda o'qishni niyat qildim. Shu kursda o'qib hayotimni o'zgartirishni niyat qildim. Hayotingizni o'zgartirishni niyat qiling. Men tushunmayman to'g'risi bor. Odamlar mashina olishni niyat qiladi, uy qurishni niyat qiladi. O'zini o'zgartirishni niyat qilmaydi. Tavba qildim. O'zingizdan qoniqasanmi deb turib savol beraman. O'zingizdan qoniqasizmi? Mana sizga oddiy savol. O'zingizdan hozirgi natijangizdan, hozir holatingizdan qoniqasizmi, yo'qmi? Mana 14 kishi o'tirgan bo'lsa, ko'pchilik qoniqmaydi. Niyatingiz o'zingizni o'zgartirib, niyatingiz hayotingizni to'g'rilash bo'lsin-da. Tushundingizmi? Shu. Xo'p.